Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve la akibatu lil muttaqin. Esselatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetlik ustazlar ve pişqadamlar. Bugünkü dersimizin temisi namaz okuvatkan kişinin aldıdan ötüş gerek bulup kalsa qanchalik arlıqdan ösü buludu degan mesele üstüde toxtalamiz. Çünkü hazır meyli bizning Uyg'ur jamialarimizda bo'lsin yoki boshqa masjidlarda bo'lsin, nurg'un kishilar imom salom berib bo'lguncha o'rnidan turibla keyingi sapda namozga kechikib qolgan yoki ayrim namoz o'qiyotgan kishilarning oldidan xuddi cho'ng ko'chalarda minayotgandek xiyoliy ketib qolgan ahvollar intayin ko'p uchrayotidi. Bu intayin diqqat qilishga tegishli bir ish. Chunki bu namoz o'quvchininki oldidan o'tash bu payg'ambar alayhisalom alohida cheklagan bu zor xatolikning biri hisoblanadi. Shuning uchun bugungi darsimizda bu to'g'rida qisqacha to'xtalamiz. Barliq güzel mediyalar alemlerinin Rabbi bolgan Allah'a xasdır. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a, aile tavabatlarga, sahabelerga ve kıyametkiçe ularga ergeçken kişilerge Allah'ın rahmet selamlar bolsun. Hem de bu meseledeki itibarga ilindiğen söz, namaz ada kılgıcı bilen onun secde kıldığan orna arasındaki musafetin ötmeslik. Secde kıldığan orundan sel arlık koyup ötüş gerek. Köpçülük alimler namaz ada kılgıcı secde kıldığan orunun aldığa tosak bulduğun bir narsa koyuverse yoki hiç bulmaganda kalem yoki tesbihdek bir narsani koyup koysa ötküçü onun arkasından ösü buludu. Bu koygan narsa o kişinin namaz ada kıldığan orunun ahirki dairesi buludu degen. Peygamber aleyhisselamdan yani insan imam bulup yoki yalğız namaz ada kılgan vaxtida secde kıldığan orunun aldığa bir narsa koyup namaz okuş doğrusida nurgun hadisler kelgan. Bu hadislerden biri Ebu Said el-Hudari radiyallahu anhudan bayan kılınan hadiste Peygamber aleyhisselam mundaq degan. Sizlarning biringlar namaz ada kılganda aldığa tosak boladigan bir narsa koyup şununga yaqin turib namaz ada kılsın. Ebu Davud sahih isnat bilan bayan kılgan hadis. Yana bir hadiste Peygamber aleyhisselam mundaq degan. Sizlarning biringlar namaz ada kılganda aldığı bir narsa koyup namaz ada kılsın. Eğer bir narsa tapalmasa hasını koysun. Umu bolmasa aldığı bir sizip koysun. Onundan keyin o kişinin aldıdan yani sızgan siziqning keynidan birisi ötse onunğa ta'siri bo'lmaydi. İmam Ahmed, İmam İbn Majah ve İbn Hibban bayan qilgan sahih hadis. Peygamber aleyhisselamdan namaz ada qilguvchining oldidan yani secde qildigan o'rindig'ichi bo'lgan orliqdan o'tishdan cheklaganlik to'g'risida nurg'un hadislar bayan qilingan. U hadislardan biri Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam mundaq degan. Agar namaz ada qilayotgan kishining oldidan o'tgan kishi o'ziga bo'ladigan xatolikni bilgan bo'lsa edi, namaz ada qilguvchining oldidan o'tmay 40 qish turishni yoki 40 qish turishi u kishi uchun namaz ada qilguvchining oldidan o'tgandan yaxshidir. Buxoriy va Muslim bayon qilgan sahih hadis. Hadisda 40 qish deb kelgan bo'lib, 40 degan so'z 40 yilmi, oymi, haftami, kunmi yoki soat yoki minutmi bu aniq emas. Buningdan namaz ada qilguvchining oldidan mumkin bo'lsa o'tmaslik tavsiya qilinadi. Ba'zi olimlar 40 yil debmi izohlagan. Namaz ada qilguvchining oldidan o'tishning cheklashning hikmatlaridan Peygamber aleyhisselam namaz ada qilguvchini namazda boshqa ishlar bilan mashg'ul bo'lmay, namozni Alloh uchun xushu bilan ado qilishini, kishilarning u kishining zehnini chachmaslik uchun uning oldidan o'tmaslikni maqsad qilib, namoz ado qilguvchining oldidan o'tishni cheklagan. Musulmonning namozni xushu bilan ado qilishiga yordam berishi, kishilarning buningga amal qilib, namoz ado qilguvchining oldidan o'tmaslik uchun Peygamber aleyhisselam güzel bir sünnetni yo'lga qo'ydi. U bo'lsa-mu namoz ado qilguvchining oldiga to'saq bo'ladigan bir narsa qo'yib, namoz ado qilishdan iboratdir. Namoz ado qilguvchi kishilar o'tmaydigan joyda yoki oldiga bir narsa qo'yib namoz ado qilsa, shuning bilan namozida xushu saqlanadi. Boshqalarmi u kishining namozining ado bo'lishini kutib saqlab avar bo'lmaydi. Yuqorida Abu Said el-Hudari radiyallahu anhudan bayon qilingan sahih hadisda Peygamber aleyhisselam shunday degan. Sizlarning biringlar namaz ado qilgan vaqtida oldiga to'saq bo'ladigan bir narsa qo'yib, shuningga yaqin turib namoz ado qilsin. Abdullah ibn Umar radiyallahu anhudan bayon qilingan hadisda Peygamberimiz sallallohu alayhi va sallam namoz ado qilgan vaqtida oldiga neyisini sanjib qo'yib, shuningga qarab namoz o'qiydi. Buni Buxoriy rivoyat qilgan.
Abu Juhayfa radıyallahu anhu'dan bayan kılınan hadiste o kişi mundaq deydi. Men Peygamber aleyhisselamni Abtah degan joyda ko'rdim. Bilal kelib namozga azan o'qidi. Undan keyin Peygamber aleyhisselamning hasisini kelib uning sajda qildigan o'rinning oldiga sanjib qo'yib namozga takbir etdi. Buxoriy rivoyat qilgan hadis. Anas ibn Malik radıyallahu anhu hadis bayan qilib mundaq deydi. Muazzin namozga azan o'qib bo'lsa, Peygamber aleyhisselamning sahabilari turklarning orqasiga o'tib to'saq qilib, Peygamber aleyhisselam namozga chiqqanga qadar namoz o'qitdi. Sham namozidan burunmi 2 rakat namoz o'qitdi. Buxoriy rivoyat qilgan hadis. Sunnat bo'yicha namoz ado qiluvchi namozdan chiqadiganlarning yo'lini tarlashtirmaslik uchun to'saqni o'zining sajda qiladigan o'rniga yaqin qilish kerak. Sahl ibn Sa'd radhiyallohu anhudan bayon qilingan hadisda Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bilan tamning orliqida qo'y o'tkidak orliq qoladi. Buxoriy rivoyat qilgan. Yuqorida bayon qilingan hadisdami to'saqqa yaqin turib namoz o'qisin deyilgan. Bu muhim sunnatni ado qilishga hammaylar tirishayli. Yana bir masala namoz ado qiluvchining oldidan o'tish bilan u kishining namozi buzilamdi degan bir masala bor. Muhim bo'lgani namoz ado qiluvchi imom bo'lsin yoki yolg'iz namoz ado qiluvchi bo'lsin, oldiga bir narsa qo'yib namoz ado qilish kerak. Ya'ni tamga yaqin turishi, turukka yaqin turishi, umuman o'zi bilan sajda qiladigan o'rinning orasidan kishilarning o'tishini cheklaydigan bir narsa qo'yib o'qish kerak. Imomga iqtido qilib namoz o'qiyotganlarning, ya'ni saflarning orasidan o'tsa, buning ziyni yo'q. Chunki imom jamoatga to'saq bo'ladi. Buningdan jamoat namoz ado qilayotganda saflarning orasidan mangib yursa bo'ladi deganlik ifodalanmaydi. Faqat oldingi safda bo'sh o'rin bo'lsa yoki safning orasidan o'tmasi bo'lmaydigan bo'lsa, u vaqtda o'tidi. Bo'lmasa hojatsiz namoz ado qilayotganlarni mashg'ul qilmaslik kerak. Inson yolg'iz namoz ado qilganda to'saq qilib namoz ado qilish kerak. O'tadigan kishimi to'saqning orasidan o'tmay, keyni tarafdan o'tish kerak. Ammo namoz ado qilguvchi to'saq qilmay namoz ado qilgan bo'lsa, bir kishi jiddiy o'tmasi bo'lmaydigan ahvolda sajda qiladigan o'rindan o'tsa bo'ladi. Har qanday holatda u kishining o'qigan namozi to'g'ri bo'ladi. Uning oldidan o'tishi bilan namozi batil bo'lmaydi. Sahih bo'ladi. Ammo namoz ado qilguvchining oldidan o'tkichi Payg'ambar alayhisolamning so'ziga amal qilmay, to'xtang degan joyda to'xtamasdan o'tib ketgan bo'ladi. Shuning uchun barliq qarindoshlarimizni har qanday joyda namoz o'qisin, imkon qadar namoz o'quvchininki oldidan o'tmaslikka tirishishimiz kerak. Chunki har bir inson jamiyaga namoz ibodatni Alloh uchun ado qilish uchun kiradi. Shunga boshqalarningki xushu bilan namoz ado qilayotgan holatida uning oldidan o'tib qo'yib, ularning xushusiga ta'sir yetkazsak, birinchidan to'g'ri bo'lmaydi, ikkinchidan Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamningki hadisiga amal qilmagan bo'lamiz, cheklimisidan o'tib ketgan bo'lamiz. Alloh subhanahu va taolo har birimizni butun hayotimizda Payg'ambar alayhisolamning sunnatlarini o'zimizning amaliy ishlarimizga tatbiqlaydigan, namoz bo'lsin yoki boshqa ibodatlarda bo'lsin, har bir ishimizni sunnat bo'yicha ado qiladigan haqiqiy taqvodor, solih mu'minlardan bo'lishimizga Alloh muyassar qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.